Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center. New concept English video class. Assalamu alaikum savatdaşlar. G'ayat til tarbiyalash markazining yangi o'quv inglizda sin darsligi kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz lesson 107. Okay. Biz bugun 107-darsni ko'rib o'taylik savatdaşlar. All right. Amsa qaranglar, bugun new words. Okay, and the first new word nima desanglar? Madam. Okay. Xo'sh, madam degan nimamiz nima desanglar? Xonim. Aratam shu ayollarni hurmat yuzidan hurmat qilib, ana madam deb chaqiramiz. Okay, nima deb chaqirganmiz? Madam. Okay, what about erlarni chu desanglar? Sir. Okay, and erlarni sir deb chaqiramiz. Bu nima? Efendim degan gap bo'ldi. Madam degan chu xonim. Hanım, okay. Sir deganimiz chu efendim. Ona destek yana ma'no qarasanglar arasında masalan ladies and gentlemen ko'pincha masalan ommaviy so'rovlarga nutqlarni nima deb chaqirdi desanglar ladies and gentlemen. Good. And the ladies and the lady degan birlik shakli xonim ko'pincha ommaviy so'rovlarda hurmat yuzidan ayollarni nima deb chaqirdi? Lady. Ko'plik shakli ladies. Nahmush ekrandagidek, and gentlemen. Good. And the gentleman makine an yazılgan şekli. Efendim, bu şu ammaviy sorularga erlarni chaqirish so'la. Gentlemen deganimiz mishar ko'plik shakli. Ladies and gentlemen. Okay. Xonimlar, efendilar degan gap bo'ldi. Xonimlar, efendilar. All right. Okay. Good job. Next one is smart. Do you know smart? Okay, look, smart means very beautiful. It's an adjective. O bo'lsa bir sifat, savolashib bu nima? Smart intan chiroyli degan gap, intan chiroyli degan gap bo'ldi. All right, endi qarab baqsaq, mana mashinaga. Bu mashinaning markasi nima? Smart. Yeah, exactly. And these cars are smart. Demak, bu mashinalar qanday? Intan chiroyli. What about next one is a pretty? Okay, pretty. And pretty also means beautiful and smart. Okay, chiroyli degan gap, beautiful nima? Chiroyli. Okay, look at this girl. She is a pretty girl. U bo'lsa bir chiroyli qizchaq. She's a pretty girl. All right. Next one is as well. Okay, as well. And that majumla qarasanglar, her mom is pretty. She's pretty too. Uning opisi chiroyli. U qanda chiroyli. Endi bu yerga to degan mu nima? U chiroyli. And we can also say this one. Her mom is pretty. She's pretty as well. Okay. Uning destek yana nima desanglar? Uning opisi chiroyli, u chiroyli. Demakchi bu yerga to bilan as well qanda desanglar, o'xshash ma'noda so'zlar. Demaksa o'xshashlar degan gap, o'xshashlar. As well, yana to. Good. Andaqda savatdaşlar, yana bir jumla qarab baqaylik. Qarab baqsaq, the clothes are smart. The glasses are smart too. Okay, nima? Bu kiyim-kechaklar qanday chiroyli, intan yarashimliq. The glasses are smart too. Anda bu stakallarni qanday desanglar? Stakallarni chiroyli. Shunami? Also we can say the clothes are smart. The glasses are smart as well. Okay, demak bu yerda as well bilan to-ni qanday almashtirib ishlatishga bo'ladi? Ikkisi o'xshashlar degan ma'noda. All right. Next one is look at this. What is this? You can say it is suit, right? Some shakli suit. Suit means jacket and trousers made from the same material. Okay, and nima? Pistinki chopan ham ishtine o'xshash materialda yasalgan. Demakchi, bir qor kostyum burulkini odatda nima deymiz? Suit deymiz, suit. What about this? Suit and the peel bo'lganda suit namasi, demak be right for a person. Demakchi, birisiga qanday qilmoq yarashmoq, maskamak degan gap. Endi maskalash qaysi jihat cho'ng kichikligi, rangi har qaysi jihatda maskagan yarashgan bo'lsa suit deymiz, suit. Masalan, does this hat suit the boy? Qaranglar, o shlapa o'g'il bola maskapdimi? Okay, does this hat suit the boy?
Okay. Әмсә, қарсақ, сағадашла, әмді сөзлікlerinin mühim noktalarını tügepti. And read and answer the questions. Read and answer the question. And I will give you a minute and a very short time, and then you can read your text and then listen the recording and then answer these questions. Okay, like does the lady like the blue dress? Is it her size? Demek o ayal şu kök ranglık köynekni yaxtı mu? O üzerinki çoğun kişilik özgü mas geldi mi? Okay. Әмсә, аңылтыштан кейін жауап берсеңіз сабақташла. Okay, авал көңіл қойып бір аңылсаңыз. Lesson 107. It's too small. Listen to the tape, then answer this question. What kind of dress does the lady want? Do you like this dress, madam? I like the color very much. It's a lovely dress, but it's too small for me. What about this one? It's a lovely dress. It's very smart. Short skirts are in fashion now. Would you like to try it? All right. I'm afraid this green dress is too small for me as well. It's smaller than the blue one. I don't like the color either. It doesn't suit me at all. I think the blue dress is prettier. Could you show me another blue dress? I want a dress like that one, but it must be my size. I'm afraid I haven't got a larger dress. This is the largest dress in the shop. All right, everyone. And so can you answer this question? Does the lady like the blue dress? Is it her size? Okay, can you? All right. Second question is, what about the green one? Demekçe, yeşil birisi şu. Demekçe, yeşil birisi, o yeşilini yaxtı mu? Okay. Does the lady want to try it? O ayal qanday qilmoqchi mi? Sinab bakmoqchi mi? Okay. Hem o'zingizlar bir javob berayotganlar, arkadaşlar. Okay. Good. So next one is the green dress her size? Sizningcha o yeşil rangli ko'ylak uninki cho'ng kichikligiga, demakchi cho'ng kichiklik shu ayolninki nimasiga mos keldimi? Razmiriga? Or can assistant get a larger one for her? Yoki shu prikazchik uningga texmi cho'ngrog'ini qanday qilib beradimi? Tep bera oladimi? Okay, demakchi bu savollarniki savoldoshlar javobini bo'lsa bizniki öndedar salonga va yoki bo'lmasa bizniki g'ay abdetalimizga va yoki bo'lmasa mushuning tagidagi so'z qoldirish yeriga so'z qoldirsanglar bu savolni javobini sizlar qoldirib ketdim. All right. Anda niyarki read and match. Amsa o'qigan bo'lsangiz savoldoshlarimiz mana bir tutashtirib baqilay. Amsa qarasanglar birinchisi, do you like this dress? Okay. And the lady name did it. I like the color very much. It's a lovely dress, but it's too small for me. And I'm there. Men rengini tan yaxtodum. O bek chiroylik bir ko'ylakkan. Lekin it's too small for me. Chanin tan kichikkan. Short skirts are in fashion now. Would you like to try it? They say, all right. Demakchi, mush qisqa yubkalar moda bo'lyapti in fashion. Siz sanab baqamsiz. All right. What about, how do you think of the green dress? Okay, how do you think of the green dress? Okay, endi mana yeshil rangli ko'ylakni qanday qaraysiz? Ishtami? Oh, it's too small for me as well. It's smaller than the blue one. O ko'kidan baqanlar sanlar, texmi kichikkan. Okay, do you like the color? Oh, I don't like the color either.
It doesn't suit me at all. Men u rengini yoqtirmadim. U menga faqat qanday qilmaydi ekan, yarashmaydi ekan. Okay, so could you show me another blue dress? I want a dress like that one, but it must be my size. Biroq u mendan cho'ng kichikligimga razmerimga mos kelish kerak debdi. Okay, I'm afraid I haven't got a larger dress. It's the largest dress in the shop. I'm afraid men ensirayman demakchi. Men topolmasligimni ensirayman, chunki bu bizning do'kondagi eng yo'g'ini edi. Okay, good. And sağlaşa qaranglar. And let's look at our language focus. Okay. Language focus qaranglar sağlaşlar. Biz bugungi darsimizdan bir language focusni o'rganib o'taylik. And qarasanglar, short skirts now. Okay, short skirts are in fashion. Okay. And nishariki in fashion qaranglar, be in fashion. Demakchi, hozir in time moda bo'lyotidi. Nayte qanday kishilar yoqtirib setib olyotidi degan gap, in fashion. Masalan, sports shoes demakchi tantarbiy oyoqlari hozir moda bo'lyotidi degan nima deymiz savodoshlar? Dabaqinglar? Ekran qarab turib mana dabaqinglar? Ko'zam qarab turib, ha? Good. Demak, in fashion now. Now, sports shoes are in fashion now. Okay, good. You know, the hat and caps, the name is, are in fashion now. Demek hat and caps, demek ki köplik şuna ama, demek hat, şu şlapa, caps, şapkalar qanday bo'ladi? Hozir intayin moda bo'lyapti, in fashion. Okay. So next one is, can you blah 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 me another blue dress? Nimda to'sh qizimiz savodoshlar qaranglar. Can you find me? Or can you show me, right? Can you show me another blue dress? Okay. Endi misharika show deganimiz ham demaysanlar, ko'rsatmak. Masalan, can you show me another blue dress to me? Desak qanday desanlar, asosan o'xshash. Endi qanday desanlar, qaranglar. Show somebody something yoki show something to somebody. Show something to somebody. Endi chunki men qarasanglar savodoshlar, misharika bu yerda to'ldiruvchidan ikkisi bor. Birisi bevosita to'ldiruvchi, birisi vositali to'ldiruvchi. Endi bu yerga buyruq jumla emasmi? Igisi you show me yoki show something to me deyish kerak. Shunami? You yushrnalat keldi, show xabari ham to'ldiruvchi ikkisi. Agarda hamda mushu masalan show somebody mus vositaliq to'ldiruvchi ash feeldan keyin xabardan keyin kelib qolsa, bu keyinda bevosita to'ldiruvchi kelaverdi. Agarda bevosita to'ldiruvchi xabardan keyin bevosita kelib qolsa, biroqlam olib kelib qolsa, vositaliq to'ldiruvchi demakchi kishilik almashning oldiga to ni qanday qilamiz? Qo'yimiz. Shunlashqa masalan show somebody something and show something to somebody. And so the shop assistant is showing me the code. And the shop assistant is, the name is Mishaka. Okay. Showing the code to me. Demakchi, bevosita to'ldiruvchi ko'pincha narsalarning bo'ldi, bevosita to'ldiruvchi bo'ldi. Ma'ni oldirib kelishanaga showning keyinda. Shunlashqa, tuning oldiga, ya mening oldiga tuni qo'yishimizning sababi shu. All right. Amsa savodoshlar qaranglar, bugungi darsimizdagi sentence structure, jumla qurilmalari. Okay. Anda mushdan qaranglar, which is fast, sorry. Or which is faster and which is the fastest of them all. And qarabanglar, qaysi tez, qaysi uningdan tezroq, and yana qaysilari eng tez mushlarning ichida hammasini ichida. Sanabanglar, and tezdan nima deymiz? Masalan, the bike is fast and the car is faster. What about that airplane? Okay. And so airplane qaranglar. Airplane chu. The plane is the fastest of them all. Demakchi, mushlarning ichidagi aeroplan eng qanday? Eng tezi. The fastest. Demak, endi bu yerda savodoshlar ama şu sifatlarning selishtiruv shakli. Qaranglar bu yerga ham rasmlarga. Sizlarcha igiz qaysi? Masalan, the horse. Shunaqa, which is tall? Yeah, horse. Which is taller? Qaysi igizroq? The monkey, right? Okay, tall, taller, and which is the tallest?
Eng igiz qaysi arkadaşlar bu resimden şirke eng igize nime? Zirafe şunama. Okay. The tallest. Okay guys, ma resimden qaranglar. Okay, mesela today bugün abala bir marojne görüp şunago demekçi marojne gizgi demekçi today qandayken it's hot. Şunama? Va issiq. Andaqda yesterday tünügünçü adam degen şilenkini götürüp üstlerine su qo'ygan turibdi shunami? Demak it's hotter demekçi texmi issiqroq. What about the day before yesterday? Wow, the day before yesterday vahshiy issiq bo'lib ketibdi, ya'ni quyosh degan chiqib sarang qilib ketdi shunami? O'rniga nima? The hottest. Okay, the hottest day. Okay. Hottest. Okay, good. Ansa qaranglar. Okay. Ammo birinchi kuni qaranglar, birinchisidan deb tursangiz, 3 ta odam turdi o'mar esimda. Qarasang nima? It's a large crowd. The large ko'pchiq nurg'un degan crowd degan nima desang, odamlar to'pqa. Okay, and larger crowd. What about second day? Second day texim odamlar jiqroq bo'lib tushunami? It's a larger crowd. What about third one? Okay, third one. Wow. You cannot imagine. Vahshiy odam jiqqan bu. Hamda the largest crowd demakchi eng ko'p qanday odamlar to'pi. Okay. All right. Okay, endi ma chamdallarga qarab qo'yinglar sog'lashlar. Endi bu chamdallarga qarasanglar, me'yor birinchi chamdan 5 kilogram ekan, shunami? Okay, ikkinchi chamdancha 10 kilo ekan. Uchinchi chamdancha 20 kilo ekan. Andaqda mushu qaysi eg'i bolalar? Okay, 5 kilolik eg'i. Qaysi uningdanmi eg'iroq? 10 kilolik heavier, shunami? Heavier eng eg'ichi. Okay, heaviest. Okay, good. Heaviest. Demakchi o eng qanday eg'i. All right. Amsa mushu sifatlarningki selishtirma shakllari qarab qo'yinglar, sog'lashlar. Qarab qo'ygan bo'lsak, okay. Masalan, ko'pincha selishtirma shakliga nima qatimiz desanglar, masalan cool bo'ldi, shunami? Coolest. Selishtirma shakliga er ni qattiq eng yuqori shakliga cho'risanglar, est. Demakchi cooler, coolest. Demakchi salqin, salqinroq, eng salqin. Shunami? Warmer, warmest. Demakchi illiqroq, yoki issiqroq, eng illiq. Okay. Older, oldest. Demakchi yoshli cho'ng qariroq, eng qari yoki ko'naroq, eng ko'na. Clean, cleaner, cleanest. Pakizroq, eng pakiz. Shortest. Demakchi pakaroq yoki qisqaroq, eng qisqa, eng paka. All right. Demak, amdimshaga sifatningki selishtirma darsini yazsak, nima er qotimiz raq qo'shimchasi shunami uyg'ur tilidagi. Estni qasaq nima bo'ladi desangiz, sog'lashlar, bu yerda eng yuqori darsi bo'ldi. Masalan, cleanest eng pokiz, shunami? Tallest eng egiz degandek. All right, amsa yana qarasak, mishariki shu selishtirib qarasanglar, ba'zida oxir i bilan oxirlashganligini qanday qilamiz? Masalan, arni bir vasqa teyorimiz, ya'ni yoki est bilan bir vasqatimiz. Masalan, late, later, latest. Keyinroq, eng keyin. Large, larger, largest. Cho'ngroq, eng cho'ng. Okay, nice, nicer, nicest. Shunaqa, yaxshiroq, eng yaxshi. Shunami? Agar demakchi, shu oxiri i bilan oxirlashib qolganga asqatimiz. Endi oxiri y bilan oxirlashib qolgan qanday qilamiz? Desanglar, y'ni ayga aylantirib qanday qilamiz? Er qatamiz, ha? Y'ni ayga aylantirib er qatamiz. Demakchi bu y'ning oldida cho'qim nima bo'lishi kerak? Desanglar, so'zuq tavob sharaf bo'lishi kerak, ha? Masalan, a, e, I, o, u degan. Masalan, heavy, heavier, heaviest. Lazy, lazier, laziest. Demakchi, o'rinroq, eng o'rin. Eg'iroq, eng eg'i. Shunami? Okay. Endi yana bir qoidasi nima desanglar, bo'laqmi ko'pinchisi shu bir bo'g'imliq so'zlar. Demakchi, masalan, hot. Birlam shu nafas bilan aytadigan-da. Bo'lsa, masalan, hot, buni birlam, undagi birlam so'zuq tavoshib, oxirdan sanaganda bu so'zuq tavoshning o'rnida ikkinchi o'rinda bo'lsa, eng oxirgi shu uzuk tavosh sharafini qanday qilamiz desanglar, bir qoidalaymiz. Masalan, hot, okay, hotter, hottest. Shunami? Hot, hotter, hottest. Issiq, issiqroq, eng issiq. And big, bigger, biggest. Cho'ng, cho'ngroq, eng cho'ng. Okay, nice, nicer, nicest. Nice, shunami? Agar demakchi, shu uzuk tavosh sharafini qanday qilamiz desanglar, bir qoidalaymiz. Masalan, hot, okay, hotter, hottest. Shunami? Big, bigger, biggest.
총, 총으락, ang, 총. Şunama. Thin, thinner, thinnest. Mesela uruk, urukrak, ang, kandağı, urukqe. Okay. Fat, fatter, the fattest. Mesela simiz, simizrik, ang, kandağı, simiz. Okay. Әмсә маны бір сөйлестір бағыңла, қараңлама. Бүгін ава ыстық болып кетіп тұшынама. Mesela it is, we can say hot today. What about yesterday? Түнігінші, it was hotter yesterday. Шынава. Үшіншісі, ел бүгіт зады, әмінәсі көтіріп тұқышамалар үшін тат. Демекші, the day before yesterday, the hottest day in the year. Демекші, өліш күн болса, мұшу жыл бойынша әң қанда күн, ыстық болған күн. Alright, and last year, this year, I have ever seen. Mesela, there was a large crowd at the race last year. Ötken жылы, мұшы мұсабық мейданында, мұсабықыда қанда наайты зор тамаш білі баты. Шынама, this year the crowd is larger. And bu жыл, mesela resim қырсан болды, bu адамда топқанда көпірек. And it is the largest crowd I have ever seen. And where I have ever seen. Men көріп баққан немелердің ішірке, адамдар тобының ішірке әң қандығы, әң көпе. Alright. And sen mağına qaranlar sağlaşlar. Mesela Bobby, Timmy, Amy. Okay, look at it. You know, Bobby is 100, Timmy is 200 kilogram, and Amy is 300 kilogram. So Bobby is heavy. Okay, Timmy is heavier than Bobby, and Amy is, heaviest of them all. 300 kilo. Oh, you cannot imagine, right? 300 kilo deganem de elbette qanday sanlı intayin iri bulur. Okay. So Paul is taller than Sophie, right? It was hotter than yesterday. Hotter yesterday than today. Now, mesela the blue suitcase is heavier than the red one. Degендek macumlu şekli, and bu şu sübetlerninki qaysı şekli sana seliştirim şekli. And seliştirim şekli işletkenler neydi sana çok mu yara then işletimiz, then din boladı. And bunun şekli qanday sana mesela A BP ile onunki o'ttir demak sifatlarning selishtiruv shakli and then B. Demakki A bilan B ni qanday qilish? Selishtirish. A bilan B ni selishtirish. Amsa qaranglar. Masalan, Hans is tallest of them all. And the ma'lum Hans bo'lsa, o'sha ham ularning ichidagi eng qanday egizi. Demakki, masalan, the day before yesterday the hottest day in the year. Demakki, o'lish kun bo'lsa, o'sha yil bo'yicha eng issiq bo'lgan kun. Tushunami? Mesela it's the largest crowd that I have ever seen. And u bo'lsa men ko'rib baqqan tomoshabinlarniki yoki odamlarning ichidagi eng nimasi, eng ko'pi degandek. Demakchi, mush eng yuqori darajasini yozganda qanday qilmaymiz desanglar, savodashlar oldiga the deganni qanday qetib qo'yamiz. Masalan, the eng yuqori darajasi, masalan, the biggest, the largest, the shortest, shunami. Uning lekin in blah 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 of all. Demakchi in degan ma'lum bir doirani belgilab turadi, shunami? Masalan, it is the blah 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 blah. Okay, degandek. It is in or yoki of. Va yoki it is the eng yuqori shakli that I have ever done. Demakchi I have ever seen, I have ever met. Masalan, he is the tallest man I have ever met. Men tanıydigan adamlarning ichidagi eng qanday egizi degan gap bo'ldi. Alright. Amsa mushu bo'lsa, mushuni ichida eng nimasi shunami? Okay. Okay guys, let's practice a little bit. Amsa mushu sifatlarniki selishtiruv darsi eng yuqori darsini bir deb biranglar. Men mau o'tkazishdim burun. Xo'sh, amsa birinchisi cold ekan bu. Sovuqroq bo'lsin deymiz. Dabanglar? Yaxshi. Colder, coldest. Heavy, heavier, heaviest. Hot, hotter, hottest. Nice, nicer, nicest. Lazy, lazier, laziest. Fat, fatter, fattest. Okay, ansa qaranglar, mushu jumlani bir doğrab beringlar. Okay, men jumla shakli. Masalan, it's warm today, but it was warmer yesterday, right?
And it's cool today. It was cooler yesterday. It's wet today. It was wetter yesterday. He's late today, but he was later yesterday. This task is easy, but that one is easier, right? And this bookcase is large, but that one is larger. Okay. What is behind the picture? I am young. Okay, I am younger than you are. Okay, or I am the youngest in the class. Demek mağazlarına ki meşq derslerine sağlaşlar. Dikkat kısanlar. Ayş meşqlarını meşqletsizler. Mesela birinci resmi qaranglar. I am old. Şunama. I am senden you are deb olganda senden cho'ngroq bo'lsa I am older than you are. Okay, maçı eng bu sınıf boyunca eng qirisi, eng cho'ngi bo'lsa I am the oldest. Okay, I'm lazy. And the men senden qanday o'rroq bo'lsa I am lazier than you are. And the men mushkil sınıf boyunca eng o'rni bo'lsa I am the laziest. Okay, good. And I am heavy. Men ig'ir. Shunaqa. And the men ig'irroq yoki men semizroq degan gap. I am heavier than you are. I am the heaviest in the class. Demakchi, shu sinf bo'yicha eng semizi yoki eng ig'iri degan gap. I'm fat. Okay, fat degan semiz now. And the men semizroq was I'm fatter than you are. I am the fattest. Okay, I am very big. Maybe you're one. Shunaqa. I'm bigger than you are. Yeah, okay, I am the biggest in the class. Okay, guys, and summary and homework. And today we have learned a couple of sentence pattern, and also like a very important thing about adjectives. And bugun saatlaşta bo'lib shu sifatlarni selishtiruvda esa eng yuqori darajada o'rganib o'tdik. Cho'qim shu o'y qaytgandan keyin, o'y qaytgandan keyin emas, shuni ko'rgandan keyin qanday qilinglar desanglar, shu intayin yaxshi mashq qilinglar, so'zlarni 10 qatim, 20 qatimda ko'chiranglar. Undan keyin bo'lsa tekstni yaxshi yodlabchi kelsanglar bo'ldi. Undan keyin bo'lsa shu kitoblarning keyingi mashqni o'zingizlar yana bir astoydil ishlab, nima qilinglar? Undan keyin ishlab bo'lgandan keyin bizniki shu sin darsligi bilan selishtirib chiqsanglar bo'ldi. Okay, and thank you and goodbye. See you next time. Goodbye.